Yangi uchastka olaman deb niyat qilgan insonlar bu videoni bitta ko'ringlar. 2,5 sotix yer maydoniga qurilgan, tayyor, yangi qurilgan mana shu xonadonimizda sotuvga qo'yilgan. Narxini boshidan aytib ketaman, $177,000. Tayyor holatda turibdi. Kattagina avtomatik darvoza, o'rta kiruvchi eshigi, rakvina, hovli uchun sanuzel, yozgi oshxona uchun ham sharoitlari qilib ketilgan. Ko'rasizlar, tepalarini naves qilingan. Ikkita tomonlama mana shunaqa огород qilib qo'yishgan. Hovlidan yerto'laga tushib keturish. Oshxonaning tagida yerto'la qilingan, kotelniy xonasi ham o'sha yerda joylashgan. Ozgina kam-ko'st ishlari bor, o'shani qilib beramiz deyshot. Kattagina hol, ko'rasizlar, skriti mana shunaqa eshiklari qilingan. Oshxona bo'ladi, kuxonniy mebellarni qo'yib berishmas ekan, mana shu holatda bo'ladi. Tepa qavatga chiqib keturish, to'g'rida bitta kattagina mehmonxona, orqa taraf hovlisi ham bor, havo aylanish uchun ham sharoitlar qilingan. Umumiy sanuzel, kattagina vannalar qo'yilgan. Mana eshik yotoqxona bo'lsa, ichida o'zini sanuzeli ham bor, orqa taraf hovliga ham chiqib keturish. Tepa qavatga ko'tarilar ekanmiz, 5 ta eshikni ko'ramiz. O'ng qo'lda buni mehmonxona qilib qo'yildi xohlasanglar, yoki bitta kattagina master spalniy qilib qo'ysanglar, uni yonida detskiy yotoqxona. Bolalar uchun mo'ljallangan. Mana bu eshik, sanuzel. O'shiga umumiy sanuzel, yonida yana bitta yotoqxona. Ko'rasizlar? Oxirgi xona bo'ladi. Ko'cha tarafga, hovli tarafga qaragan balkonlari ham bor. Xullas, 2,5 sotix, narxi $177,000. Toshkent tumani Mehnat 1-kvartal, Qizg'aldon mahalla bo'ladi. Telefon nomerlar pastda.